Hormanglar aziz obunachilar, navbatdagi videomiz bu svarka emas, kompressor emas. Hozirgi kundagi dehqonlarimizda, fermerlarimizda qiziqishiga sababchi bo'lgan mana shunday Shimji brendi ostidagi 350 og'izlikda suv chiqaruvchi nasoslarimiz bo'ladi. Aynan bizada nasoslarimizni kichkina 3 kilovatlaridan katta 22 kilovatlarigacha mavjud. Bu nasoslarimizga keladigan bo'lsak, 15 kilovat, 18,5, yana 22 kilovatli nasoslarimiz bor. Nasoslarimizni umumiy balandliklari 6,5 metr, 7 metr, 8 metrgacha bemalol ko'tarib beriladi. Tonnasiga keladigan bo'lsak, 950 tonna, 1050 tonna, 22si bundan ham ko'p tonna suv beradi. Mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, bizani kanalga obuna bo'lib qolishni esdan chiqarmanglar. Shimji suv nasoslari, Jasik svarkalari do'konida sizlarni kutib qolamiz. Mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, bizaga aloqaga chiqishlaring mumkin. Hammaga rahmat. Bolsa,